أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hurmatli aka-ukalarim, opa-singillarim, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Yetib kelgan ro'za muborak oyini barchangizga chin ko'ngildan qutlug' bo'lsin deyman. Va orzu etaman ushbu muborak oyga qiladigan ibodatlarimizni, toatlarimizni Tengri taolo o'z dargohida qabul manzur aylasa. Hurmatli aziz Haq yo'li kanalining ko'ruvchilari, Tengri taolo Baqara surasining 138-oyatiga shunday deydi. Oldinroq oyati muborakani tilovat qildim. Ey u kishilarki iymon keltirgan sizlar, Alloh taborak va taolo va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ro'za farz aylantirildi. Sizlarga va ham chunoniki sizlardan oldin o'tib ketgan kishilarga farz aylantirilgan edi. Sizlarga ham farz aylantirildi toki parhezgor bo'lsangizlar. Va hamda sevimli elchimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadislariga aytadilarki, bir kishiga qasd niyat bilan, ya'ni savob uchun, husuli savob uchun ro'za muborak oyini tutadi, uni o'tgan gunohlari mag'firat bo'ladi deydilar. Ro'za muborak oyining 10 avvali rahmat, 10 o'rtasi mag'firat va 10 oxiri ham do'zax olovidan xalos bo'lishdir. Bu uchun ro'za muborak oyiga biz ko'p mehribon bo'laylik, ochiq peshona bilan, mehrli qalb bilan bir-birimiz bilan raftor qilaylik. Raftorlarimiz, guftorlarimiz, kirdorlarimiz, avsoflarimiz bir-biridan chiroyli bo'lsa inshaalloh. Ro'za muborak oyi, hurmatli aziz ko'ruvchilar, shunday bir muborak oydirki, Qur'oni Karim ushbu muborak oyga nozil bo'lgan. Qur'oni Karim inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tengri taolo aytadiki, biz qadr kechasiga Qur'onni nozil qildik deb. Oldinroq muborak oyat muborakani mutabarrikani o'qidimki, shahru ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on. Ro'za muborak oyiga Qur'on nozil bo'lgan deb. Bu uchun ro'za muborak oyining juda ham fazilatlari ko'p. Boshqa bir hadisga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar, lis-soimi farhatani. Ro'za kishilarga ikki xushhallik bor, ikki shodlik bor, ikki xursandlik bor. Biri farhatun inda fitrihi, biri bir xushhalligi shuki, vaqtiga iftor qiladi bir kishi, ertangdan to shomga qadar och qoladi, susuz qoladi, ro'za tutadi. Xo'p, halqa ho'l bo'ladi, qurigan halqa, u yerga ko'p bir xushhallik keladi, insonga xursandlik keladi. Va farhatun inda liqo'i robbihi, va bir xushhalligi ham Tengri taolo bilan muloqot qiladi, Parvardigori bilan muloqot qilgan paytida xushhallik keladi. Bu uchun Tengri taolo ro'zador kishilarga ushbu lutf qilgan. Va hamda hurmatli azizlar, ro'za muborak oyiga Rayyon deb bir darvoza bor, eshik bor. U xos ro'zador kishilar uchun deydilar. Va hamda ro'zador kishining og'zining isi ham Tengri taoloning nazdida mushk anbardan ham ko'ra yaxshiroq bo'ladi deydilar, behtarroq bo'ladi deydilar. Bu uchun hurmatli aziz do'stlar, ro'za muborak oyi kelganga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa muborak hadislarga aytadilarki, jannatning eshiklari ochiladi, do'zaxning eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjirga kishin bo'ladi deydilar. Bu uchun biz shu ro'za muborak oyiga ko'p Qur'on tilovat qilaylik, ko'p ibodat qilaylik, bebazoat, qashshoq kishilarga yordam beraylik, yordamlarimizni ayamaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, agar sizlar bir ro'zador kishiga, ya'ni iftor berasizlar, go'yoki o'sha ro'zador kishining savobi sizlarga beriladi. Qat'iy nazar bu ro'zador kishining savobi kam bo'lsa, undan ham kam bo'lmaydi.
Bu uchun ko'p qo'shiq qilaylik, hurmatli aziz do'stlar. Ushbu muborak oyini o'zimizdan rozi qilaylik. Ko'p xushhallik bilan, xursandlik bilan muborak ro'za oyini o'tkazaylik. Xatm tarohiylarga qatnashib, Qur'on tilovat qilib, ibodat qilib inshaalloh bu muborak oyini o'tkazaylik. Xo'p azizlar, vaqtlaringizni ko'p olmasdan yanadan barchangizga ro'za muborak oyini qutlug' bo'lsin deyman. Kelasi yillarga ham Tengri taolo barchamizni ushbu muborak oyga yetkazsin. Barchalarimizni duolarimizni, ibodatlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.